Nima bo'ldi balam? Savodoshlaringlar urushib qoldingmi? Voy, Odilkam butun savodoshlarimning oldida turg'izib qo'yib tanqidladi. Nima? Bu uning nima qilindi? Yaqin tuqqan turib majab yuzini qamabdi u. Yuriga ajab yo'nab ketibdi uning. Voy jinim balam. Oppoq qo'zam, shuncha tanqidchi yugidek nima xatolik o'tkazgan eding u yalong to'shning oldida? Degina balam. Bo'ldi qilava. Shu. Nimandaq o'lganning ustiga tepmak degandek. O'g'limizni so'roq tativeramsan-va, bo'la ishingni qila. Ben Adil bilan ko'rishib kelay, o'ltiribdi. Ajab yaxshi bo'ldi. Adil uyda bormi? Va, ish kirdi. Voy. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Qani, o'ltiring. Nima qilganing bu Adil, ha? O'g'lim Farhodni shundaqmi o'sal qilamsan? Aka, Farhod nima uchun tanqid anglaganligini sizga aytmadim-a? Ma'qul, men sizga tushuntirib qo'yay. Uning yaqindan beri maktab ifodasi faqat yaxshi emas. Savodoshlaridan anglasam, u jamiyatga lo'kchaklar bilan quyuq aralashib, uni ozdab, kunda degidek do'stlari bilan aroq ichib, qasdanga jidal chiqaradi ekan. Uningga necha qitim yaxshi gap qildim, lekin faqat anglamadi. Oxiri bugun amalsiz shunda qilishga majbur bo'ldim, aka. Seningchi Farhod hech qilmay, hech kim bilan aralashmay, royitlarcha turmush kechirib bo'g'idek-da. Anglab tur Adil. Farhod mening bir talla o'g'lim. Bu vaqtcha men o'g'limga qo'limni shiltib boqqan emas. Bugun uning dili qattiq azor yepti. Shunga bu ishning yana takrorlanib qolmasligi uchun ertadan boshlab o'g'limni o'qishdan chekindirib olma. Aka, bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Farzandga bunda ko'nish usuli to'g'ri emas. Amaliyatsiz Farhodning taqdiri bilan o'ynashyapsiz. Farhodning istiqboliga tig' uryapsiz. Sen uning istiqboldan ansirmasang bo'ladi. Men uni bir qo'lliq tarbiyalab, sendek apandidan necha yuzga dars bergidek dongli korxonchi qilib yetishtirib chiqaman, bilamsan? Bu aka Chaqir andani. Ha, sinf boshlig'i. O'z vaqtida sen meni haroq ichidi, tomoq chekidi, yomon odamlar bilan aralashdi deb doim muallimga chekishtiratding. Endi men shu qilganlaringning hisobini o'g'il kelib mana. Mana sana. O'g'lim, shunday qilib maktabga bormaydigan bo'lding. Endi mening savdo ishlarimga yordamlashsan, juma.
keyincha shirkat san qoladi. Shunga hozirdan boshlab o'zingni chinib turmasang bo'lmaydi balam. Voy voy, dada. Mening hozir hech ish qilg'im yo'q. Bir mezgil o'ylangandan keyin andin javobini beraychi. Bo'pti balam, bo'pti. Sening diningchi bo'lsin. Lekin esingda bo'lsin, sen mening bir talla o'g'lim. Lekin shu esingda bo'lsinki, sen cho'qim pul tepishning yo'lini bilib olishing kerak. Chunki pul hammaga qodir. Pulli bo'ladi ekan, dunyoda hal qilib bo'lmaydigan hech qanday ish yo'q. Uqdingmi o'g'lim? Uqdim. Bo'ldi qislichi dadisi. Bu gaplarni o'g'limiz oyog'i chiqqandan beri anglab kelyapti. Endi u cho'ng oldi. Bu gaplarni qo'yaysizlar. Apa. Dadamning degini bir amaliyot-ku. Pul bo'g'ashqila, hamma ishimiz yurishib ketyapmamda. Qanday dedin dada? To'g'ri. Pulli bo'ladi ekan, har qanday ishni qilib bo'ldi emasmi? Shundaqmi xotin? Oy, dada, do'stlarim bilan deshib qo'ygan edim. Choy ichmoqmamsan? Bo'ldi, apa, kechib qolma. Bo'pti bag'im balam. Yo'lda ehtiyot qilasan juma. Vaqtida qaytib kel, ha? Ma'qul, ma'qul. Amma baldir qaytib kel. İlala. Tamakan yok mu? Peki. Haydi gamzelim gece yanar tenim. Haydi gamzelim bu gece raz edelim. Haydi gamzelim gece yanar tenim. Haydi gamzelim bu gece raz edelim. Haydi gamzelim gece yanar tenim. Haydi gamzelim bu gece raz edelim. Haydi gamzelim gece yanar tenim. Haydi gamzelim bu gece raz edelim. To'g'ri chiqib qachon keltirib oldim. Bulamdiki. Bir hafta oldu anlaşıldı be. Vay vay yılgı. Tutuşqaq söyləyəni dağıdamsan. Şimdi. Qandaq buladı. Onun kəşin toğurluğunu nə var? Tərmunç puluğa siyasalı digine öbürdü mə. Adaş. Helimi kutlup sen. Acayip benim hacım o senin. Muhammed'le oyunda bir yanlışak dursana adaş. Yaman değil mi sana? Ağille. Sorunun keyfiyatını buzmay. İşkeş oturayla mı da ha? Şeyle. Şurada kılayla. Doğrudaydı ha. Kana, içeyle. Ha, qana. Arı konu kıyat olu yakma ya. Kıyak. Ola aylandırmam sen. Ha, mana san geldi. İçe. İçe. İşte iş baka kana. Araq mı bu? Koşa. Vallahi. Açıqdaq yo'q. Emse keyfiyatimizden takıma ha, yukarı oluş için. Qana. Ha, koşa. Ha, kene vallahi ağaç otururlar ha. Kızlar ağaç otururlar. Aka, bu kız taza sorun gönlüne bakma. Gel, qala içilip otasın. Ha, vallahi. Adap gel ya. Ya yağla. Ha, buraya. Sen de elep bunda içilip oturma. Hoş geldin sen. Yap bunda. Koşa. Ha, orada. Hoş geldin. Ha, koşa. Ha, qana. İçe. Ha, ilanla. Ağille. Şeyle. Ha? Biz bugün kulak medirgiç içimizde. Kulak medirgiçe. Ha, çatak yok. İşte. Evet san geldi. Ha. Kana koşa balla. Koşa. Ha, hoş geldin. Götüreyle. Yaxşı. Ağaç ha. Ağaç otururlar. Gideş otururlar. Ostar yakılan beri tutkan suların kayısı tutkan suların kayısı beni yaman da beri tutkan yarların kayısı beni yaman da beri suyan yarların kayısı hadi şu al hadi şu oynağan ne hadi şu
Qiladi shu, oladi shu, o'ynagandek Qara o'g'lim, mana bu shirkitimiz yangidan kuchib kelgan o'rin. Yura, ichib kirib, ko'rib chiqin. Ma'qul. Voy, tashliqni qani. Qani, o'ltir. Anvar, sana bugun bir ishni avval qilmoqchiman. Men ata Aqsu Qashqa taraflarga berib, tarmoq shirkatlarining xizmatlarini ko'zdan kechirib kelishni o'ylayapman. Shunga men kelgicha Farhod san qoldi. Uningga savdo-sotiq ishlaridan yaxshiroq ta'lim bergin. Xotirjam bo'ling. Umidingizni yad qo'ymayman. Uningga talabni bek qattiq qo'yatmagan. Sana o'z ixtiyorligi bilan agassun. Pul lozim bo'lsa qanchalik desa shunchalik bergin. Ma'qul, ma'qul. Deganingizdek qilaman. Ha. Mahirama, aeroplan bilet tayyor bo'ldimi? Ağina, muzikani bir çala. Sho'x ta'diringga chaqina be. Ha, chala. Xo'sha, ichib etdimmi-sa? Xo'ja. Hacapla o'zgina. Qara, Desa. Paq. Nima degan chiroyli kasafat bu. Agar u meni yenimdan o'tgan bo'lsa, sag'irsin bir silib olabdim-da. Hey, O atligine, o'tgan bo'lsa, sag'irsin silab oladigan deysan ha? Yeningda o'tag'izib, ishki qiz gap qila olsang cho'ng gap. Sag'irsin silib olsam deysan ha, tixi. Menga ishonmayapsizlar? Ha, to'xtab tur. Qanday qilib ekanman, qarab tur. Nimang ishini emas. Ey, agar ajdiginingni qila oladigan bo'lsang-chi, mana. Sana 500 qo'y tikdim. Tuy, aka quloqni. Qanday qilib ekanman, ha? Qarab tur. Qarab bo'ychiligini ko'rmas. Qara. Ishonasizmi? Nima ish qilyapsan, Likchak? Kassangizda magnitga o'xshaydi, qo'limni o'ziga tortib ketdi. Sening yuzingda magnitga o'xshaydi. Manamsan? Qiz bolaning qo'li degan yumshoq qo'lidigan, bu bir nimaning qo'li ajab qattiqgina ko'zimdan o't chiqyapti. Qarab turib 500 qo'y pulni uttirib atding ha. Damalliqcha tantirab qopdimi? Qarab turib bu qanchaqda qanday qildi ekanman? Ey, o'tira. O'tgan resval o'tira. Ishtermay o'tira. Farhod boyvachchining odamlari qiz bolani uribdi desa, men yuzimga satamasmi meni? Akimizning yuzini takmoqchimi? Voy, endi keldingizmi? Kechikib qoldingiz-ku. Likchaklar meni bo'zaq qildi. Nima? Yuring. Hey, og'aylar, nima qilganinglar bu? Sizlarningmi ochsinglaringlar badu? Bizningmi? Bizning yo'q. Chashqonning o'lgiskasi mushkining quyrug'ini tishlabdi deb nerdan keldi bu fida? Har qaysingda vijdon degan narsa bormi yo'q? Ozroq lozi ochiq suvsini tetib qo'yamdi. Sen Shuna qilayli, ha? Likchaklar bilan teng bo'lmang. Shuni qo'ydaylik. Qaranglar, salpayib ketdi-ku.
Ha, Ferhat. Kela. Del vaqtida keldim. Tushdan keyin ichkari o'lkalardan kelgan savdogarlar bilan uzun muddatli hamkorlik munosabati o'rnatmoqchimiz. Sen bu ko'rishishga borgin. Mening tushdan keyin vaqtim yo'q. Menga jiddiy 5 ming ko'y lozim bo'lib qoldi. Shu pulni berib edi, bo'la. Ferhat, texin necha kunning oldida 3 ming yuan olding-ku. Voy. Nimada to'la gap qilsa? Xajilsam dadamning pulini xajildim. Bo'la 5 ming ko'yni akila. Bo'pti, bersan beri. Nurbiya, chiqma. Tez chiqma. Chimanzar restoraniga. Ferhat, Anvardan so'rsam, men ketgandan beri shirkatga necha kunlik bag'ini hisob qilmaganda asosiyatin bormabsan. Mush bir oy ishidilla xashlagan puling 10 ming ko'yni ishib ketibdi. Pulningga karoyit chaqliq. Lekin ze kunlaring bekor o'tmis bo'ladi-ku. Dadang to'g'ri deydi balam. Bundaq o'ynab yurayvermigin. Sen mu ati o'gin to'y qilasan, balaliq bo'lasan. Keyinligingni o'ylab qo'ysang bo'ladi. Opa, dada. Sizlar xotirjam bo'linglar. Atidan boshlab shirkatga berib, savdo ishlariga yaxshi qarishib, tirishib o'ginib, seni cho'qim hayron qoldirma, qandaq? Ha? Barakalloh, aqlli o'g'lim, yaraysan. Lekin shuni hargiz unutib qolmasliging kerak. Bu jahonda pul hammaga qodir. Pul hammaga qodir. Puling qancha ko'p bo'lsa, ishlaring shuncha ravon bo'ladi. Bilib qo'y. Pul insonning hayotida birdan-bir kam bosib bo'lmaydigan muhim narsa. Shuni sen pul tepishing kerak. Shunday qilib shirkatda ishlaydigan bo'ldim-da. Dadangni qiziqgan adash. Shuncha ko'p puli bo'lgandan keyin nima qiladi? Seni savdo ishlariga aralashtir. Shuni degina. Men savdo qilchiligimga qiziqmasam ya. Eras, ishni tushimga menga telefon qila. Bir ayaga berib, qangoch o'ynaylik qandaq? O'ynamdi. Ma'qulmi? Telefon qila. Ma'qul, kechga kelishaylik. Xo'sh. Kechirim, ehtiyotsizlikdan so'qilib ketdim. Kerak yo'q. Men sizni ajab burun bu yerda ko'rib boqmabdiganman. Men bosh shirkatga yetkilib kelgili tex bir necha kun bo'ldi, ishimni ko'rishib boqmagan. Aras. Ismingiz nima ekan? Farida. Nima degan chiroyli qiz bu? Qanchalik badal to'lasam mayli, bu qizga cho'qim erishman. Tinchlikmi Farida? Savodashlarning hammasi kep bo'ldimi? Ha, kep bo'ldi. Ularni ko'rishga shuncha aldirab ketyaptiman. Yuring mangli. Farida? Sizga deydigan kepim bor edi. Qanday gap bo'lsa deyvering. Men sizga U bog'chidagi yiliq pidoyi-ku. Faridani qanday to'naydigina bu soltak. Voy, tezroq desingiz-chi. sizni uzun saqiltib qo'ymagandiman, ha? Voy jon, Ilyar shu gapmidi?
Mao Ebgamo Faridaga qanot so'rab yuribdi-da. Sen ashundaq tilingni chaynab yuraver. Men sana qandoq so'ygi izhor qilishni o'rgatib qo'yay. Shundoq qilib Faridaga ko'yib qoldim degan. Hey, uni bir oy ahmoq qilib tashlab o'tasan qachon? Endi unda qilmayman. Uni ko'rgan ashu daqiqadan boshlab o'zimda ilgari ko'rilib boqmagan bir xil sezim paydo bo'ldi. Mening uning o'g'an muhabbatim haqiqiy, chin muhabbat. Bu sendagi vaqt qadisa. Agar kunlarning birida Faridadimi chiroyli bir qizni uchratsang, uningdan cho'qim yuz beraysan. Nimandaq chishimga tegisa? Voy, nima ishqimga ishonmaysan deyman? Ha? Ha, ma'qul. Men sana ishonay. Endi seliqni Nurbiyani qanday qilsan? Ha? Kunlarning biri kelganda seni chavog'ini chitqayimiz bo'ladi-ku. Asta. Nurbiyani qanday qilaman? Ha, to'g'ri. Bugundan boshlab uningdan yiroqlashay. Shunday qilib oylab ketmamdim. Agar u sezib qolgudakli bo'lsa, pul berib yo'lga sep qo'yman. Qanday? Ma ishing joyida. Kallang ajoyib ishlaydi, juma. Bo'pti, shunday qil. Bugun shundoq yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ydim. Sening o'sha qiz boladek totinchoq mijozingni bu shundoq so'ralib qilib Faridani qo'ldan chiqarib qo'ymsang bo'ladi-ku. O'zim pushaymon qilyapman Ali. Endi qat'iy irodaga keldim. Keyingi uchrashishda uning cho'qim ko'nglim kelganini deyman. Uygimga kelib qaptiman do'stim. Keyingi qatim seni uchratganda yaningda Faridani ko'ray, juma. Sen xotirjam bo'g'in. Cho'qim shundoq bo'ladi. Ma'qulamsa. Xo'sh, Xo'shamsa. yaxshi uxla. Farida? Ha? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Tanishib qolaylik. Mening ismim Farhod. Dadaning shirkatiga daqiqada ishga tushdim. Vaqtingiz bo'lsa, birga tomoq yeb kelsak bo'pti ekan. Kechiring, vaqtim yo'q. Amsa at olsun. Farida, men atda sizni mushat saqlayman. Sen de baba arkasında ha? Baba. Baba. Kendigen porungdan başka yaptılar. Nimang ba? Ha? Farida bilan bo'lgan ishim qanday qilib ketdi, ha? Opla, tas qaptım unutib qoldi. Faridaning ishdan tushadigan vaqt oldi. Akila motosikletini aç kuchini. Uning abjaq motosikletini meni bilib subtoni tushirib olma yana. Voy, bana ishi bo'lmaydi. Abjaq motosiklet Ketan deb Juma. ketding. Ben Oylab hazırlık girme. Dikkat qil. Kashtlik ishni unutib qolma. Beşlikmi Farida? Yürü tomoq yeb kelaylik. Kechiring, Farhod. G'o'ljidan tiqinlab kelgan pishlik tomoqni ular bilan birga yeyishga deyishib qo'yibdi ekanman. Hem sizni uyingizga olib qo'yay. Ma'qul. Boshida qasdan jidal chiqagan hiyla qilishaq qo'y. Uni Farida ko'z tushib qotdi-da. Eng yaxshisi hozirla uni Faridani olib yechib tashlay.
rahmat sizga. Arzimaydi. Undaq bo'lsa, erta sizni shirkatning oldida saqlayman. Ava roman, men atda ruxsat so'rgan. Qo'shamiz. Farida, undaq bo'lsa, men sizni erta bu yerda saqlay. To'xtab tur. Hayda. Manqara ağine. Senin nima sebepten bu yerda turayotganingni obdan bilaman. O qiz chiqqicha yuzim tushib ketmasin desang, eng yaxshisi bu yerdan darhol ketib ol. Qayerda tursam sening nima chattig'ing? Sen meni nima qila olayding? Ha? Hozir ketmasam mayli. Lekin heli Farida chiqqanda so'g'i tushgan mushukdek salpib qolasan ekan. Sen zaten nima demakchi? Hech nima. Faqat sening tarjimoningdan Faridani xabardor qilay deyman. Agar Faridaning oldida mening bir og'iz yomon gapimni qilib boqqani. Farida mening yaqin savodishim. Uni sendek hayvonning aldab ketishiga qarab turmayman. Ya Sultak, sen tek meni tillig'idek bo'ldingmi? Manasi. O'jan. Farhat. Ilyar. Nim qilganingiz bu? Qandaqroq? Qandaqroq Farhat? O'rningizdan tura olamsiz? Nimishqa ursiz? Sizmi odammi? Bo'ldi, tagimang Farida. Bo'ldi. Kerak yo'q. Yuring, bizning uyga kiraylik. To'g'ri surkab qo'yay. Farida, men sizga tushundiray. Tushundirmasingizmi? Hammani ko'rib turibdiman. Hojatsiz, ovoramay ketib qiling. Ursi qarab turdingizmi? Men texuni tuqquningizmikin debdiman. Uning bilan savodashlik munosabatdan boshqa hech qanday munosabatim yo'q. Voy, Farhat. Sana nima bo'ldi? Men qarag'ina. Qaysi aramliq sana qo'l tekkizdi? Ayta. Oy jinim balam. Oy oppa qozam. Kimdan qilgan ishi bu? Voy, bo'ldi qilinglar, hamisha so'rayveramsizlar. Endi men cho'ng oldim. O'zimning ishini o'zim bir taraf qila olayman. Hey, ikkinchi uyga bunda holat kirgich olmajmi? Sen bag'o kunni aro elayotgan yalantoshning bolasi emas, balki obro'yliq cho'ng millionerning o'g'lisan. Agar kim tishingni tegdi ekan, urib, qo'rg'ularini sundirib atgan, bosh ko'zlarini yerib atgan. Qanchalik pul kessa, mana men dadangga uqdingmi? Oy jinim balam, nimishqa balalar bilan urushadigansan? Hey seni, yura, kirib aramayla ol. Uning uyini ko'rib oldim. Qara. Kechda og'illarni boshlab berib, uni uyning oldida urmamdi. Uning uyida boshqa odam yo'q ekan. Yo'q. Vaqtni ko'r baq. Ajab yaxshi plan bo'pti. Bo'ladigan plan kadash. Bo'ladi ekan. Ilyar bu xatni ko'rgandan keyin meni urib qo'yinglar deb, Shunda o'zi oldimizga keldi. To'g'ri. Chandib qo'yma, ha? Ma'qul.
Ajab kelmaydi o ishning kuchiga qo'llarimdan qichishib ketganida. Kep qala aylig'icha. Saqlab turayli. Aman keladi. Obdan qara. Aka, kepti. O keldi, qara. Keptimi? Ha, Kelin ola. Faridaning vaqti yo'q. Ko'rishga biz keldik, do'stim. Plus. Asli bu sening planing ekan-da. Sening tumshuqingga kelib qolgandimi meni tilovdamsa, uzunla. Hey! Bo'ldi. Uni oldim ekanlar. Endi navbat menga kelgandi-ku. Mana. Sustur endi menikini tetib baq, ha? Qandoq bo'ladi ekan? Ha, tetib baq. Endi menikini ko'r. Mana. Mana. Farida bilan ko'rishdiga vaqtim to'shib qopti. Saqlab qolmisan. Yur ola. Xo'sh. Hayvon. Hayotli bo'ladi ekanman. Rasm maqsadini hargizmi ishga oshirmayman. Hamzada, meni tilovdamsan. Endi o't qo'ygansan, o'g'lim Farida. Menga Yur ola. Mangda. Xayr, Shadis o'lasa ablah. Bu kimning qizlarinizda? İnşallah olamdı, lükçek olamdı, pervayı pelek. Kimning puli, huquqi olsa, şunun keyindan agashgan. Hammani bir tayoqda haydagili bo'lmaydi, Ali. Faridami haqiqiy ahvolni bilmagachga, uning tatliq so'zlariga altinib ketyapti. Bo'ldi qil. Elimo Faridani deb yegan tayoqlaring oz emas. Faridani unutib ketgin. Uning bilan karim olmasin. Bo'lamdi. Mayli, qandoqli ish yuz bermasin, Faridani uning changalidan qutuldirib chiqaman. Asli bu ishga aralashmasang yaxshi bo'lardi. Men erta dadam bilan Qashqarga boraman. Yo'lga chiqishdan burun sen bilan ko'rishgili kelaman. Qolgan gapni erta deyishamiz. Ha? Farida, men degan ishni o'ylandingizmi? Nima deb javob berishimni faqat bilamadim. Farida, men javobingizni anglashga bak taqazzo bo'lib ketdim. Odamni bunday qiynamasangiz bo'ladi.
Farida. Agar siz xijil olsangiz, bunda qilayli. Siz uyga kirib ketavering. Agar meni yaxshi ko'rsangiz, kirib ketishdan burun bir qayrilib qarab qo'ying. Agar meni yaxshi ko'rmasangiz, undaqda udul kirib ketavering. Ferhat, ilk günü baldır ketmeyen bo'lsanglar, men Ketmay qanday qilibdiq? Ey, to'xtanglar. Mana sirli qal'aga bir kirib chiqmamdiq, ha? Yuringlar. Yaxshi deydi. shu yaxshi, kirib boqayli. İşinin aldırışlığı dediğin nedir? Yemek. Farhat adaş. Bugungi so'rinni maxsus sana atab qildik. So'rin oddiy bo'lib qoldi. Ko'ngilga ma? Yo'q. Ammo biz do'stimiz taraf bilan Faridaning mangulik baxtlik ijil inoq bo'lib ketish uchun birim-ketin ko'taraylik. Beşinler baş, ayğınlar Başa. taş bolsun. Qani. Ferhat, çıraylı kızlar bizim kalsıncıma. Ha? Qara gapini. Qani xo'ja. Qani. Götürelim. Rahmat. Tamam çek. Yan Qani bölüm bize. içeyle. Götüre. Şey. لو تغيب عني Sen bayağı da zerikip qalabdi. Qara gapini. Qiziqni bir de bu. Avaylab bana. Voy, eslimig'ini. Amsa at qana qilamiz. Telefon qilmamsa, Asta. maqlabsa, men Faridani olib qo'yaysa ketaverman. ma'qul. Xo'sh, Amsa. Hoş emse. Amsa, Emdi barayım mı ya? Xo'sh, Amsa, xo'sh. Xo'sh. Farida, to'xta. Yana jidal chiqarg'il keldingizmi? Men jidal chiqaqili kelmadim. Sizga bergan so'zim bor. Davosimni ketaman. So'zingizni anglaydigan vaqtim yo'q. Yuring Farhat. To'xtang, Farida. Qo'yib biting. Ey! Ma ikkimizning ishiga alishib nima qilsa, ha? Ikkimizning yuratqini ko'ramay otsa, shundaqmi? To'g'ri dedim. Farida boshqalardan yursa bo'ladi. Sen hayvon bilan emas. Toqatingni chekuvdi juma. Bukaydi. Bo'ldi qiling. Bo'ldi. Ketaylikchi. Yuring. Bo'pti. Faridaning yuzini qilay juma. Faridaning yuzini qilay. Farhat, to'xta. Ey, yana to'xta deysan-ku. Qanday qilsan? İlyar, bizning
işimizga aralashquchi bo'lmang. Men sizga o'sh. Men Farhodni yaxshi ko'raman, bizning ishimizga aralashmang. To'xtabdi. Farida! Farhod, sana deb qo'yay. Faridani boshqa qizga o'xshash ahmoq qiladigan bo'lsang, seni bosh qo'yatmayman. Keldingizmi? Voy, nimandaq telefon qilaverasiz, jiddiy ishlayotganda. Qandoq qilaman? Davomli aldirashli deysiz. Ya bir qatim izlab qo'yaymi demaysiz. Birazini tepib oldingizmi ya? Undaq emas, Nurbiya. Sizga necha qitim dedim-ku, dadam meni savdo ishlarini o'rgan deb sirtqa chiqib qo'ymayotdi. Siz hozircha sal taqat qilib turing. Men bir haftadan keyin sizni cho'qim o'ynatib beraman, ha? Rasma? Ras? Amsifadingizda turingchimi? Cho'qim. Bir haftadan keyin sizni izlayman. Ha? Mush kunlarda Faridaning qo'limdan chiqib ketam degan deb bakla ansirab kelyapman. Nimadan ansiraysan, adash? U allaqachon sening alqiningga tushib bo'ldi-ku. Agar buningdan rozi bo'lmasang, boshqa qizlarga o'xshash uning masalasini bir taq qilib o'tmamsan. U chaqda u sana saljidak nakkal chaplashidi. Menmo Faridani qo'ltib qo'yib bo'lsa-mo, maqsadim yetishni o'ylagan, lekin u bak ehtiyojchan ekan. O'zingni ko'rding, o'ldirishlarda faqat ishmaydi emasmi? Hamon fursat keladi. Lekin darhol Nurbiyadan ayrilib ket. Nayt kelsa, ozroq pul xashlaysan. Farida bilan yurayotganingni bilib qolsa ishim buzadi. To'g'ri deysan. To'g'ri. Avval Nurbiyadan ayrilib ketay. Faridaning ishiga kelsak, bak amal olmasa, majburlab bo'lsa-mo, maqsadim yetaman. Qanday xola? Sen xotirjam bo'l. Ishnim bo'lmaydi. Dadamning necha millionlab puli va tursa, men nimada qo'qatdim? Hammani pul jo'ndaydi, pul. U deganingmi to'g'ri parat. Lekin har holda ehtiyot qilganimiz tuzukchimi? Appak toşqanlarım sayda oynaydı. Söylenmegen yigitlerim toyda oynaydı. Toyda oynaydı. Toyda oynaydı. Qaynap ha. Çarkınızı alıp yersen şu. Hey, nimish qilinglar bu? Chimlig'ini dasanglar bo'lmaydi. Bu yana dasimanglar. Nereden kelgan haramlik sen? Adamning kayfini o'chirib, menga yo'qlar dedimda. Soqchi chaqirmanchi bo'lman, ha? Soqchi? Men soqchi chaqirman. Chaqiraman. Ne kelar? Hey! Qo'lingni tortish!
Kim o bu? Neymiş, adam urusuyla? Ya bunu mu? Tur. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Tur. Bu yerdan tezroq ket. Ma. Hey, Farhod. Bu sening zodi nima qilg'ini? Bekadimga odam urg'ini nimasi? Nima qildimi? Nima qilsam koring nima? Kim tishimga tegsa, shuni urma qandoq? Hatto yaqin tuqunim bo'lsinmi? Sen tishimga tegdi debla odam ursang bo'lamda? Nima vaqiraysan? Vaqirmidan. Maktabda vaqira. Endi bu yerdan vaqira o'tamsa, urishcha buni. Ura! Sen urishmamsan? Ura! kim bo'lishdi? Qo'lini tortish. Mana bak. Sanla. Buna bak. Hozir adini beringlar. Qo'ya. Ura! Ura! Bana Ur! Urug'lar valla. Bo'ldi. To'xta. Urug' tuqqanchilikning yuzini qilay. Ha? Bu ishing bahchakni ishib ketdi Farhod. Bu qilmishing axloqsizlik. Hayotimni o'tkazgan eng chong xatolik. Sen to'g'ri yo'lda bormabsan Farhod. Bu yo'l seni halokatga boshlaydi. Sizning bu gaplaring vo'g'o. Hammasi kitobga gaplashmoqmi? To'g'ri. Bu so'zlarni eng yaxshisi o'quvchilarga berib tepagin. Endi bu yerda aqmaydi. Bo'ldi ichaylar. Yaraqdi. Buya. Buya. Olmaydi. Qanday ishimiz bugun? Buya. Chaylamsa. Digina, sen uchun nima qilsam bo'ladi, ha? Pul versam ya olmasang. Farhodni soqchidorisi o'zim tutib beraymi ya? Aka, mening maqsadimni tushunmayapsiz. O tunugun savodoshlarini urgan edi. Mana bugun mendek o'qituvchisi qo'llandirdi. Agar Farhod mushundaq ketaveradigan bo'lsa, tugun sizmi buning sirtida emas. Bo'ldi qil. Bu so'zlaring o'g'limga va men qilingan haqorat. Yo'qol. Sen taqdim to'shlayman. Aka, to'xtab turing. Chiqib ketish oldida shuni samingizga sep qo'yayki. Beguna odamlarni urib so'qish bu yaxshi emas. Hamon bir kun buni so'rg'i bo'ladi, aka. Qo'rq gapingni anglaydigan vaqtim yo'q mening. Chiqa. Siz, aka. mashina odam emas. Sizning mustaqil ko'z qarshingiz bo'lish kerak-da. Dadam butun zehnimni savdo ishiga qaratdi deblar mendan ayrilib ketamsiz. Siz dadamning menga qanchalik besim ishlatayotganligini bilamsiz, ha? Dadamning achchig'i bek yomon. Uni bilan qarshilashsam istiqbolim yaxshi bo'lmaydi, bilamsiz? Nurbiya, biz ayrilib ketaylik bo'lamdi. Undaqda mening istiqbolim-chi? Nurbiya, siz xotirjam bo'ling.
Mening ayrilib ketayli deganim, bundan keyin bizning hech qanday munosabatimiz bo'lmaydi deganim emas. Agar menga hojitingiz tushsa, qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Hozircha bu pulni ep turing. Ha? Sizningcha pul bo'lsa ham ishlar yaxshi bo'lib ketadimi? Shu bilib bilmay bosgan xato qadamlarimning o'rnini to'ldirib olib bo'lamdi. Nurbiya, agar pulli bo'ladi ekan, Nurbiya, ish qilardigan vaqtim to'shib qopti. Men bo'lay. Siz Farhod, to'xtang. Xo'sh. Kechiring. Vaqtingizni oldigan bo'ldim. Parani saqlab ekan. Nim to'g'riliq paranglashimiz. Bizga tanishmisiz? Menga bir ishni yordam qiling. Men sizning yordamingizga muhtoj. Men sizga qanday yordam qilaman? Sizning hozirgi ahvolingizni tushunib turibdiman. Bir rezil inson yuragingizga qattiq azor berdi. Lekin bunchalik hasratlanmasligingizni umid qilaman. Chunki u sizning yaxshi ko'rishingizga qilchimi arzimaydi. Sizning Farhod bilan qanday munosabatingiz bor? Sizni u avatdimi? Hech qanday munosabatim yo'q. Aksicha o'tirimizda mangu hal qilib bo'lmaydigan cho'nqir o'ch adavat bor. Meni bu yerga vijdonim avatdi. Men qang'irib qoldim. Qenidan sizga zot qanday yordamim kerak? Men sizga yuz bergan ishlarni so'zlab beray. O'zingiz tushunib qolasiz. Faridaning hayotini nobud qilay deb ekanda. Qani aytingiz, sizga nima ish qilib beray? Farida menga ishonmaydi. Mumkin bo'lsa, uning haqiqiy ahvolini aytib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men Faridaning adresini aytib bering. Rahmat sizga. Farida, saqlab qo'ydikmi ya? Dal vaqtida keldim. Mashinaga chiqing. Marhamat. Nega boramiz? Sayohat rayoniga bugun toza bir qenib o'ynaylik.
siz, ha? Kalada kişilikən sən cümə və şarekçi. Ya erke, muhabbetlik lirik nakşlarından bir işkini etip, ma ağinimiz Ferhat'ın gül kakalarini bir içip etmemse ha? Kandak dedi. Açala adaş bir yaşta. Çataq yox ağilla. Naqşını biz etmisaq kim yetdi? Senin könglün kimge baktı can, benim könglüm sana baktı. Senin könglün kimge baktı can, benim könglüm sana baktı. Bilim koygum sana men aşıklığımı, sensiz hergiz jürelmesmen. Bilim koygum sana men aşıklığımı, sensiz hergiz jürelmesmen. Bilip koygum, bilip yetkin sana aşık yüreğimni. Bilip koygum, bilip yetkin sana aşık yüreğimni. Aşıklıklı o yaman işkencen azabını görgen mi sen? Hoşa. Muhabbetli o yaman işkencen azabını görgen mi sen? Yolukmaymış Hey. ötmeydi hiç kandak aşık muhabbetli şu derdiye yolukmaymış. Ben hazır çıkanıda. Ötmeydi hiç kandak aşık muhabbetli şu derdiye muhabbetli şu derdiye. Fresh yaptım ha. Muhabbetli azabına, muhabbetli şu derdige. Emin. Muhabbetli azabına, muhabbetli şu derdige. Nim bo'ldi daş? Bana bir akıl göstermesen olmadı. Ha, degine. Nuribiye hemme işten haber deyip durdu. Nima? İlyadga xomsi dep qo'ygan gap. U menga sen bilan tushgan suratlarni qetib, Faridaning sendan darhol ayrilib ketish to'g'riliq xat yozib, pochtadan selivatdim deydi emasmi? Esta chata xopdi. Faridaning qo'liga bu xat tegsla mendan ayrilib ketdi. Planlarım köpükü aylanıdı. Hey adaş, deymisimu? Bir haqiqatin maqsadingga yetib olgan bo'lsang, ayrilib ketgan bo'lsa-mu, xiyolingga kelmaydi. Endi qo'lining uchini tutishni nasib bo'lmay. Ayrilib ketadigan bo'lding-da adaş. To'xta. Undaq bo'lmaydi. Men qattiq qarorga keldim. Bugun bu yerda maqsadimga yetaman. Adaş, sal oldirab qolding. Bunda qilsang qamlashmasmikin? Çatan çıkmaydı. Savlana yığılma. Ems ehtiyot qilgina. Ma'qul. Farida. Oviyaning manzarasi texmi chiroyli ekan. Yuring, berib birdam o'ltiraylik.
Yana oldimizga mang'amdoq. Yuring. Bu yerning manzarasi bo'ladigan-da, ha? Parat, qaytib ketaylik-chi. Bu yerning manzarasi boyqi joydan nacharkan. Yana biroz mang'ayli oyana manzarasi texim chiroyli, ha? Bo'ldi, qaytib ketaylik. Farida, bo'lmasa o'sha yerda birdan paranglashaylik-chi. Farida, siz meni yaxshi ko'rasiz, men sizni yaxshi ko'raman. Shunga siz butun qalbingizni, vujudingizni menga otishingiz kerak-da. Qandaq? Chekapsiz. Nega? Oyjon, siz sen meni aldabsan. Ishplas, hayvon. Yaqin kelma. Ishplas, hayvon. Bugun niyatimga yetmaydigan bo'lsam, odam bola so'nmay ketay. Yo'q. Adam baba. Haqiqatni yaptım, oshkorlandimi hayvon? Saq chaqirib tez bo'l. Nima deb mening ishimga aralashsan? Agar sen bir fazilatli inson bo'lgan bo'lsang, ishlaringga hargizmi aralashmaydim. Xumbar. Şeyce, götüre. Vallahi karanlık. Nerede kışkırt vardı? Karanlık geldi. Şu anda. Evet, dönmeyle. Karanlık girip karanlık bakalım. Buralar. Ayna basla. Mehmet! Urula! Onu urula! Demişsin! Bu ne? Bu ne? Kandağına para! Bana ne? Urula! Urula! Nese? Urula! Vurup öldürün Allah! Nese? Buraya! Bana nese ha? Bana nese? Urda! Özüm Uray! Tutacağım bunu! Tutacağım! Turaya vurdu desin. Turaya! Tustu. Turaya da otime! Bana! Ha, yaxshi! Turaya! Uramsa! Ha? Ey! Turaya! Ey! Farida qani? Farida qechibdi odash. Qechibdi? Ha, qechibdi. Aka! Voy, bunda qarab bo'lmaydi odash. Ben koymuş! Ben koymuş! Onu öldürdüm ben! Dadamın pulu var! Dadam beni kutulduralaydı! Bo'lmaydi odash. Koymuş! Ha, qazdığı tuttu ben bıçaklı! Koymuş değil mi? Koymuş! Dadamın pulu var! Beni kutulduralaydı! Koymuş! 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 Yaka gelişme! Yaka gelişme! Sen bunun için bedel ödeysin! Seni öldürürdüm ben! Öldürürdüm bir şey yapamaz! Qandaqroq, ha? Qo'llarimga pushaymon qilgansan? Hayvon, haqqoniyat bor.
Beni kechirim Ilya. Ben bunday qilishingizga arzimaydim. Ben size xato tushunibdi, ben istayim debdim. Bu gunohlarimni ben sana yeyib bo'lolmayman. Qanday oldu dadisi? Oğlumuzdan mushundaqla ayrilib qolamizmi? Bor yo'q shu bir dala o'g'limiz tursin. Mush bir necha kun ichida putim tayimiga yaqinmidi. Onunga berilgan jazoni muddatsiz turmada yetishqimi o'zgartirib bo'lmaydi ekan opisi. Odilning dini butunlay to'g'ri ekan. Bizning bola tarbiyalash usulimiz qaraganda xato o'xshaydi. Necha kundan keyin jazo ijro qilingan o'g'limizni ko'rib kelaylik. Oğlum, dada! Oğlum, abba! Beni bu yanına hep gittin ha! Ben kendini gittim, abba! Abba! Dada! Öyle sevindim! Canım oğlum! Ben kiremegen düşüp kalmadı. Şunca tirişip lekin fakat amal kılanmadım bolam. Yok dada! Sen çıdımazlık kılıvatsan! Bunu oğlunun ayağım sen dada! Sen kurtulduğunla iş olsa biz barrak insanımızdan ayrılışına razıydık. Lekin ola bununla anmaydı iken babam. Dadam şuncelik karıştı. Bunu anmaydı iken? Hello mu de? Abba! Dada sen bu hemmeki kadirdeydin o. Ha? Bu olsuna hemme işine hal kılıp oludu. Ödükü tireldirgin oludu deydin o dada. Hem de bugünkü gün gelgende oğlunun canını kurtulduramam sen dada. Ha? Bu olsuna dünyada kakıl olmaydı iş yok deydin o. Bu hemmeki kadirdeydin o dada. Beni keçir oğlum, beni keçirgin. Ben pulunun kudretini çok bilip dikenmen oğlum. Əməliyyatda pul həmin qadir əməzkən biz sana ziyankeşlik qıldıq balam. Bizni keçir. Abba, selam beni, selam.
Sizler beni aldamsızlar. Bana ziyankeşlik kılsınlar. Bana ziyankeşlik kılsınlar. Oğlum, oğlum, sizni kaçırgın oğlum. Ne halaket kılına başlasınlar. Oğlum. Bizni kaçır oğlum. Oğlum. Ne atma oğlum. Yine bu. Sizleri ben kaçırmayın. Sizler beni halaket kılına başlatsınlar. Oğlum. Sizleri ben gün kaçırmayın. Ben gün kaçırmayın. Dada Allah. Koyuversen balını erken Düşüp gider bükünü peske Koyuversen balını erken Düşüp gider bükünü peske Avarsan tart alalmay Günüm öter hasrette kaçta Avarsan tart alalmay Günüm öter hasrette kaçta Aramıyor küllerin aman Lezzeti yok tüllerin aman Aramıyor küllerin aman Lezzeti yok küllerin aman Balam deysen Peryanlık şunca Ezri tüküp öldürün ama Balam deysen peryanlık şunca Ezri tüküp öldürün ama Hayatınız tüpçünleme Şad kuramlık sizge yar bulsun Yırpan yoldan tacıma insan